Uzun PHP dersidagi 48-ci qism PHP'dagi array. Array funksiyasi orqali sonlar gruppasiga qarata mashg'ulot ilib bag'ili bo'ldi. Masalan, buningki jadvalga qaraydigan bo'lsak, ma funksiya, aniki ma funksiya haqidagi izohat, ham buningki mush funksiyani qo'llashga boshlagan PHP nashr qaraydigan bo'lsak, array funksiyasi orqali bevosita sonlar gruppasi qursak, masalan, array chunk orqali bu sonlar gruppasini yangi bir sonlar gruppi bo'ligiga bo'lish, ham shundaqlamishninki har xil qismidagi buningki qismiy to'plami, buningki umum to'plam qatorliqlarni tepish sonlar gruppasiniki. Ishqilib sonlar gruppasiga munosabatlik barliq funksiyalarni mushu arrayniki ma funksiyalari orqali buningga aniqlik berib ishlatgan bo'ldi. Undan boshqa arrayniki bir qism bu turaqliq miqdorlari bor. Bu turaqliq miqdorlari masalan case lower bo'lsa, bu array change key case ustida so'zlangan bu array funksiyasidagi bu knopka nomini, sonlar gruppasining knopka nomini kichik yozilishga o'zgartirdi. Degandek mushkulalatdagi bu turaqliq miqdorlar bor. Biz buni o'zimizning programmamizga munosib qismlarini bu jadvaldan tanlab ishlasak bo'ldi.